Assalomu alaykum bizning kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar bilan navbatdagi eko homiladorligimiz bilan bo'lishmoqchimiz. Bilaman sizlarga bunaqa hikoyalarimiz juda ham qiziq. Tim более bu patsientimizni homilador bo'lganlari bilan sizlar bilan bo'lishmay qolgan ekanman. Уже bizda 13-14 haftalik homiladorlik mana birinchi skriningdan bugun o'tib oldik. Sog'lom, bolajon, rivojlanmoqda va patsientkamiz oilalari bilan bu kunni 6 yil davomida kutishgan. O'zingiz aytib bering. 2019-yil biz turmush qurganmiz. Keyin 1 yilcha bola haqida o'ylamaganmiz. Keyin o'sha harakatga tushib, nechta doktorlarga borganmiz. Xo'jayinim topardilar, borardik. Standartniy lecheniya bo'lardi. Folikulometriya kunora qilishardi. Keyin folikula yaxshi yetildi, HGC bilan yordirib, keyin harakat qilardik, bo'lmasdi. Rezultat bo'lmasdi hech ham. Keyin ginekolog bo'lganda, ular reproduktolog bo'lmagan, har xil lecheniyalar, antibiotiklar, nimagadir, ukollar, hammasi mana shunaqa. Muammo nimada bo'lgan? Folikulingiz yorilmagan, yo turmush o'rtog'ingiz urug'larida muammo bo'lgan, nimada bo'lgan? Umuman muammo bo'lmagan. Eng qizig'i, menda ovulyatsiya bo'lgan, turbalar ochuv bo'lgan, xo'jayinimda analizlar hammasi yaxshi chiqqan. Muammo yo'q edi, o'shanga hayron bo'lardik. Faqat shu folikulometriya, HGC, faqat shunaqa lecheniya bo'lardi. Ortiqcha lecheniya bo'lmasdi. Keyin даже xo'jayinim tabiblarga olib borardilar. Keyin yo'q, men bormayman tabiblarga derdim. Oxirgi marta mana sizga kelishdan oldin ilon zahri oldirtirmoqchi bo'lganlar menga, o'zlari olmoqchi bo'lganlar. Rosa qo'rqaman to'g'risi bu narsadan. Xudoga shukr, olmadik u ilon zahrini. Keyin siz o'zi bilardim, tanirdim. Keyin yuring Feruza Nazrullayevnaga boraylik desam, sen topgan doktorga bormayman deb men bilan urishardilar. Keyin zo'rg'a yeteklab olib kelganman, zo'rg'a kelganmiz. Keyin konsultatsiya bo'lgansiz, lecheniyalar qilgansiz, jigarlari yaxshi chiqmagan, meni TTGim baland chiqqan, lecheniyalar qilganmiz, bo'lmadi, rezultat bo'lmadi, tabiiy homiladorlik bo'lmadi. Keyin eko protokoliga olamiz degansiz, o'shanda xo'jayinim yo'q, eko bo'lmaydi. Unga ham bir urush bo'lgan, janjal bo'lgan. O'zi har doktorga zo'rg'a olib kelardim. Keyin u ekoga yanada janjal bo'lgan, chunki eko haqida bizda tasvirlab berishardi. Вообще boshqacha narsa deb tasavvur qilardik-da, tam og'ruvli, qo'rqinchli bo'ldi. Eko degani hech qachon anaqa sizlar o'zingizlar tabiiy homilador bo'lmaysan, hech qachon sizlar ekosiz farzandli bo'lmaysizlar, boshqacha tasvirlab berishardi. Anaqa mana keyin siz o'zingiz tushuntirgansiz hammasini, ikkalamizga tushuntirganingizdan keyin o'sha eko boshlangandan keyin bilganmanki, bu unaqa qo'rqinchli bir yomon narsa emas ekan. Hech qanaqa bir diskomfort yoki og'riq bo'lmagan, hammasi yaxshi bo'lganda, Xudoga shukr, mana 6 yil deganda Xudoyim o'zi bizga siz sababchi bo'ldingiz. Rahmat. Xudoyim bizga farzand berdi. Xudoga shukr. Anaqa shu hozir har doim sen topgan doktorga bormayman, men seni bu doktoringga bormayman degan xo'jayinim hozir nima bo'lsa Feruza Nazrullayevnadan so'ra. Feruza Nazrullayevnaga konsultatsiyaga bor. Faqat shunaqa deydigan bo'lib qolganlar. Faqat Feruza Nazrullayevnaga bor, boshqa doktorga borma. Lekin bu nuqtaga kelguncha o'zi bo'lmadi. Sizga adashmasam bitta embrion ekdik. Birinchi eko protokol, birinchi embrion transfer, bitta embrion ekdik va chiroyli homiladorlikka yetdik. Havas qilsanglar bo'ladi. Patsientkamizda yana nechta embrionimiz bor? 13 ta. Yana 13 ta embrionimiz bor. Inshaalloh bu farzandni dunyoga keltirganingizdan keyin tushunishingiz uchun patsientkamizda sababi noma'lum bepushtlik degan tashxisni qo'yib, eko amaliyotiga oldik va ko'p patsientlarim, hozir ko'rib turgan patsientlarim ham buni ta'kidlashligi mumkin, tasdiqlashligi mumkin. Bunaqa holatlarda ayol kishi bitta homiladorlikni tuqqandan keyin keyingi homiladorliklar tabiiy ekosiz ham bo'lish ehtimoli juda ham baland. Lekin shunga qaramasdan patsientkamiz rosa boyvachchalar 13 ta muzlatib qo'yilgan embrionchalari
bor. Xudo xolisa sizga yengil homiladorlik tilaymiz. Alhamdulillah 3dan 1ni o'tdingiz. Yana ozgina qoldi. Yana 2 marta shuncha etapni bosib o'tsak bo'ldi. Sog' salomat qo'lingizga bolajoningizni oling. Yaxshi kuningizga sababchi bo'lganimizdan men va butun Tulan jamoasi juda ham xursandmiz. Inshaalloh farzandingizni bag'ringizga bosib kelganlaringizni ham kuzatib sizga havas qilib o'tirganligi ko'rsataylik. Xudo xolis. Havas qilib o'tirganligi ham sizni holatingiz tezgina yuqib qolsin. Rahmat. Ishonchingiz, ixlosingiz uchun rahmat. Prosta aytbering, mana tasavvur qiling, o'rtog'ingiz, jiyaningiz sizdan so'rayapti. Mana shunaqa holatdaman, Aziz 5 yil bo'ldi to'yimga, 7 yil bo'ldi. Bo'larmikinman, men beraymi deb o'tirganligi nima maslahat bergan bo'lardingiz? Umidni yo'qotish kerak emas. Doktorga ixlos qilib borish kerak, vrachga, o'sha vrachga ishonish kerak. Keyin o'zim ham masalan shunaqa edim, bo'larmikin, men ham ona bo'larmikin, men mana shu Instagramda mana shunaqa homilador bo'lib chiqqan ayollarni, vrachlarni ko'rsam, men ham shunaqa bo'larmikin, men ham shunaqa o'tirarmikinman deb o'ylaganman-da. Har doim Xudoga shukr, hammasi bo'ldi, ishonish kerak ekan, umidni uzish kerak emas ekan. Harakatdan to'xtash kerak. Harakatdan to'xtash kerak emas, doktor aytganini qilish kerak. Rahmat. Masalan, kim mendan so'rasa, Tulan klinikasini maslahat bergan bo'lardim, chunki o'zim shu yerdan shifo topdim, o'zim Xudoga shukr shu yerdan farzandli bo'laman. Inshaalloh. Inshaalloh men har doim kimni ko'rsam endi Feruza Nazrullayniga boringlar deydigan bo'lganman-da, chunki boshqa doktorlarim haqida fikringiz qanaqa? Hamma vrachlar mana hozir patsientkam homilador bo'lganlaridan keyin homilalarini Lola Muxtarovna nazorat qilyaptilar. Boshqa vrachlarim haqida nima deyotdingiz? Hamma vrachlaringiz zo'r, hammaligisi zo'r olib borishadi. Homiladorlikni ham, даже homiladorlikka tayyorlashni ham zo'r olib borishadi. Ular kelganimdan juda xursandman. Qancha doktorlarga borganman, qancha klinikalarga borganman. Xudoga shukr, mana shu klinikadan ko'nglim to'lgan. Sababchi qilganiga shukr, Aziza. Sizga mikrofon bersak bo'ldi ekan o'zi. Zo'r javob berdingiz. Yo'q, juda ham yaxshi gapirdingiz. Молодец, rahmat kattakon. Sizga ham. Chunki bizga ham bu gaplaringiz juda ham haqiqatda tsenniy. O'zi rostdan shunaqada. Bu gaplar aytyapsiz-ku, kela olmadik-ku, bu hech narsa kerak emas bizga, Xudoga shukr. Faqat duo qilib, menga o'xshab shu qizlar ham o'tirganlar beraymi bo'lsin desangiz, bizdan davolni bo'lib ketgan bo'lsangiz, eng zo'r podarka o'sha. Juda xursandman. Rahmat. Rahmat. Ketadi, bir soat ketadilar deganlaring. Kela olmadik-da, qachon kelishni bilmay qoldik. Yaxshi qilibsizlar. To'ppa-to'g'ri nima qilasiz, vaqt ketdi. Aytilgan kunda vaqtida aytilgan kunda qilgan yaxshi lechenyalarni. Plus aytyapsiz-ku, hamma doktorlarim yaxshi. Rostdan shunaqa. Doktorlaringiz yaxshi. Hammasi zo'r. Vнимательный. Hammasi insofli. Vrachlarda bu anaqa O'shaning uchun kelish kerak bo'lgan kun kelavish kerak, Aziza. Rahmat. Давайте, sog' bo'ling.